Chinursun, telefonim xonada qolib ketibdi-ku. Xo'jayin, zo'r-ku ishingiz. Ha, hozir toza ishlamasa bo'lmaydigan payt. Lekin zo'r ekan, xo'jayin, menga yoqdi. Ishga olmaysizmi? Sanimi? Ha? Sanga nima bor bu yoqda? Men qonuniy ishlayveraman. Sen bo'lsa, meni temniy ishlarimni qilib yuraverasan. Ha, anundan xabar bormi? Kimdan? Ilyosdanmi? Hech kim bosmabdimi? Rossiyada yashayotgan ekan, qiynalib ekan. Qaytsam bo'ladimi deb so'ratgan. Uzr, telefonim qolib ketibdi, oling. Agar u anu yalangi oyoqni sheriklarini pichoqlamaganda, hozir mana shunda maza qilib yurgan bo'lardi. Mashinasiga bilasanmi, men narsa olib qo'ygan edim. Endi o'sha yerda yuraversin. Ish tinchiguncha. Shuncha qilgan harakatimizdan naf bo'lmadi. Hammasidan ham sizni fotihangiz buzilgani yaxshi bo'lmabdi-da, aka. Endi avtoritetingizga ta'sir qiladimi deyman. O'zichi bir shularning oilasini sharmanda qilish kerakmi deyman. Nima deysiz, xo'jayin? Biror bir narsa o'ylab topaymi? Menga qara, qo'y, shart emas. Sanlarning yordamlaringni bilaman. Faqat qovun churasanlar. Ye, xo'jayin, bu nima deganingiz? Salladan ko'ra onam ish pishirroq qildilar. Ularning oilasini bizning oilamizni oldi allaqachon avtoritet tushib bo'lgan. Mo'g'ga. Nimaga? Shunda odamni qiziga uylandi-yu, foydalanishni bilmadi. Xotini ham o'ziga o'xshagan yalangoyoq. Mani oldimda arzimagan pulga ishlab yuruvdi. Chidolmasdan ketdi. Lekin shuncha harakat qilsam ham bunga erisholmadim. Nimalar qilmadim shuncha. Mardikori sheriklari pichoqlandi. O'tkasi yondi. Nargizaxonga yaxshi ko'rinamadi. Mashinalargacha dori tashlab chiqaman. Hozircha o'ch olish boshlaganim yo'q. Mana ko'rasan. Tez orada ularning oilasi bilan yo'q qilaman. Iflos. Sen odam emassan, tushundingmi? Nargiz opa. Iye, Nargizaxon tinchlikmi? Yaramas, yana nima bo'ldi? Tinchlikmi deydi-ya? Hech narsa bo'lmagandek. Xudodan qo'rqmaysanmi? Shuncha ish chiqib turib, nimaga halam ozodlikda yuribsan? O'zingni bos. Nimalar deyapsan? Kimligimni esingdan chiqarma. Menga ovozingni ko'tarib gapirishga kim ruxsat berdi? O'zim bilaman, kim bilan qanaqa gaplashish, tushundingmi? Sen mana shu qilgan ishing uchun militsiya oldida javob berasan. Militsiyaga borib ayt unda. Nima deysan militsiyaga? Sani gapingga kim ishonadi? Daliling bormi? Yo sani quruq gapingga ishonishadi? Ha? Men o'sha erkinni yo'q qilmoqchi edim. Mashinangga ham dorini men solib qo'yganman. Bularni hammasi senga erishish uchun edi. Bilasanmi nima? Ana endi qilgan ishlaring uchun hammasiga birma-bir panjara ortida javob berasan. Bularni hammasini oqizming tomizming tegishli joyga yetkazaman. Ko'ramiz ahvolingni. Nargizaxon, hali ham yosh bolasizda. Sizni bu quruq gaplaringizga itam ishonmaydi. Agar men bu shahlo ko'zlarim bilan ularni ishontiraman deyotgan bo'lsangiz adashasiz. Bizni organ xodimlar bunday qosh ko'zlarga ishonishmaydi. Ha, yana bir narsa. Agar men advokat yollab sizni gaplaringizni o'ziga qarshi qo'llasamchi?
sizni tuhmat qilayotganingizni isbotlab bersam, o'zingiz qamalishingiz mumkin. Ana endi marhamat, eshik ochiq. Ko'ramiz. Kim qamalarkan? Albatta. Dalil bo'lmasa, qamalmayman deysanmi? Ha, aytgancha. Men bu gaplarni o'z og'zim bilan emas, o'z og'zing bilan gapirasan. Chunki menda dalil bor. Hammasi mana bu yerda. Nima dedi? Dalilim bor dedimi? Ha. Hamma narsani telefonga yozib olgan-a? Ha. O'tirma bu yerda, bor orqasidan. Ovoz xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xo'jayin. Xo'sh, hal qildingmi-chi? Yo'q aka, mashinasiga o'tirib ketordi. Sen nima qilyapsan bu yerda bo'lmasam? Sen nima bormadingmi orqasidan? Agar ish hal qilmasang, jasadingni axlat qoniga ko'maman, tushundingmi? Bor, turma, bor tez-tez. Hozir. Yes, son. Baribir ham qishlog'imni havosi toza-da. Singilchi? O'zingmisan? Qishloqqa qaytdingmi? Axir kechagina o'zing shaharda eding-ku. Iya? Aka, siz bu yoqqa keling. To'xta, tushuntiraman. Siz nima hammaga gapirib yuribsiz? To'xta, tushuntirib beraman. To'xta. Siz hammaga qishloqda meni erga tegan deb yuribsiz? Yo'q, tushunmayapsan. Bu yoqqa keling siz hali. Qara. Men seni kelin ko'ylakda ko'rganimdan keyin nima deb o'ylashim mumkin? Men erga teganim yo'q. Shuna qilishga majbur edim. To'y qilsam siz yetmaymanmi? Qaydan bilay? Bu yoqqa keling dedim. Men o'shanga xafa bo'ldim. Sen to'y qilgansan-ku, aytmagansan. Bilasanmi shuni? O'ldiraman men sizni. Agar amakimning o'g'li bo'lmaganingizda bir boshingizda yong'oq chaqardim men sizni. Bo'pti. Singlim, o'zingni bosgin. Menga aytib berasan nima bo'lganini hech kimga aytmayman. Sizga ishonmayman. Gapirma singilcha. Shahar juda ham beshafqat ekan. U yerda o'z o'rnimni topaman deb nimalar qilmadim. Sutam sotdim. Bloger ham bo'laman deb ko'rdim. Arava ham tortib ko'rdim. Foydasi bo'lmadi. Shaharda yashash uchun pulingiz ko'proq bo'lishi kerak, bo'lmasa qiyin. Gapirma. Qilmagan ishim qolmadi. Gapirmang. Shaharda o'z yo'lingizni topishingiz juda ham qiyin. U yoqda odamlar har kuni yashash uchun kurashadi. Men ham odamlarning ortidan yurib, ko'p pul topaman deb nimalar qilmadim. Ishladim ham, o'qidim ham. Lekin shuncha vaqt o'tgandan keyin bitta narsani tushundim. Men qilsa ham baribir qishlog'imga yetadigani yo'q ekan. Tinchlik, sokinlik. Shaharda esa shovqin. Sal harakatdan to'xtasang, orqada qolib ketasan. Qishloqda endi qolasanmi? Bilmadim aka. Hali tugatilmagan ishlarim bor.
Tushunarli. Qani, yur ketdik unda uyga. Kecham bo'lib qoldi. Xo'p, ketdik. Jasur aka, men vaqtincha ketishga majbur bo'ldim. Lekin albatta qaytaman. Hozircha ana xotinni ko'z o'ngida siz bilan urushib qolgandek bo'lishim kerak. Kelishuvimiz sizdami? Hali pullarni olaylik. Siz hujjatni tayyorlang. Mani tushirmoqchimisan? Mayli. Biz hozircha kartani ochmay turamiz. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Siz bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Uzr, kim bu? Mani ismim Timur. Tashqi savdo sotiq bilan shug'ullanaman. Tushunarli. Agar imkoni bo'lsa, bugun ko'rishsak degandim. Xo'p, lekin nima masala bo'yicha? Sizni firmangiz haqida eshitgandim. Yaxshi loyihalarim bor, agar sherikchilikka qarshi bo'lmasangiz. Hozir men ishga ketayotgandim. Xohlasangiz, biror joyda keyinroq ko'rishib olsak bo'ladi. Unda men manzilni belgilab sizga aloqaga chiqaman. Bo'ldi, xo'p. Yaxshi. Sog' bo'ling. Rahmat. Xayr. Kim bo'ldi bu? Hali o'z oyoqlaring bilan kelasan. Qiynalib qolmayapsizmi, siqiladi? Yo'q, nega qiynalaman? Shunchaki akangizni o'ylab ko'p siqilyapman. Mayli. Siz ko'p o'ylamang. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Mana ko'rasiz. Akam hali o'zlari kichkinamizni kutib oladilar. Katta to'y qiladilar. Dabdabali qilib olib chiqadilar. Kuyov yaxshimi? Eshitib juda ham xafa bo'ldim. Ha, yaxshilar. Kurashyapmiz to'g'risi. Lekin Erkin akamning sabrlariga qo'yilaman. Menga umuman sezdirmaydilar. Hozircha ahvollar shunaqaroq. Lekin chet elga davolangan borib kelmoqchimiz. Hozirdan oldini olishni boshlash kerak. Siz ham harakat qiling. Xoljoniga qo'ymasdan olib boring, xo'p? Yaxshi professorlarga ko'rsatinglar. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi, ko'rasiz. Hopgina. Nima qilamiz? Bu narsa zakaz qilamizmi? Nima yegiz kelyapti? Mayli, farqi yo'q. Siz nima yeysiz? Bilmadim. Hozir chaqiramiz. Bizga qarab boring, iltimos. Qushcha pritselda. Yes qilamiz. Taksimi aka? Albatta. Qayerga borasiz? Assalomu alaykum, Yakkasaroy tumanigacha. Va alaykum assalom. O'tiring, olib borib qo'yaman. Xo'p. Allo. Erkin aka, yaxshimisiz? Mashinamni dami chiqib oldi. Bilmadim, ballon teshildi shekilli. Sizga lokatsiya tashlab qo'ydim. Qayerdaligini. Agar vaqtingiz bo'lgandan keyin mashinani olib ketarsiz-a? Men hozir oyim bilan ketayotdim.
yaqinroq bo'lgani uchun ko'rib ketay degandim. Ancha bo'ldi ko'rmaganimga. Shunga xos taksidaman. Men ularning yonlarida bo'lib turaman. Nima deysiz? Aha. O'zingiz yaxshimisiz ish qilib? Dorilaringizni ichdingizmi? Ovqatlandingizmi? Yo'q, boshqa savollarim yo'q. Unda tezroq vazifaga kirishing. Xo'p. Jin ursin. Tinchlikmi? Tushunmadim. Benzinim bor. Hozir uzra 1 minut singlim. Qushcha qafasda nima qiling? O'zini olib kiraymi yoki tushunarli. Padaringga la'nat. Singlim. Bir iltimosim bor edi. Xo'sh, singlim yordamimiz kerak bo'lib qoldi. Men hozir o'tirib gaz bosganimda orqa tomonga o'tib qarab tura olasizmi? Qora tutun chiqadimi yo'qmi shuni aytib tursangiz bo'ldi. Keyin ketamiz. Iltimos, yo'q demang. Xo'p, hozir. Rahmat. Qayerga qarab turish kerak? Tutun chiqadigan tomoniga qarab tursangiz bo'ldi. Voy, hey, qayerga? To'xta! Dudir. Endi nima qilaman? Oxirgi payt boshimiz g'urbatdan chiqmay qoldi. Qo'ying oyi. Nima unaqa deysiz? O'ylamang. Hammasini orqaga tashing. Mana shu Madina kelgandan beri boshim baloga kirdi. Oppo. Ertaga militsiyaga borib aytsa bilasanmi nima bo'lishini, ha? Meni tutqinlikda ushlab turibdi desa, bilasanmi nima bo'lishini? Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Namuncha xavotir olasiz. Voy ahmoq bola. Seni olib borib tiqib qo'yishadi. Seni u bilan zaksing ham yo'q. Qanaqa qilib isbotlaymiz? Axir uni shunchaki kelin rolini o'ynab berishi uchun chaqirtirganman, pul berib. Agar u qiz men pulni olmaganman, bu oila meni zo'rlik bilan ushlab turdi desa, hammamiz bir umrga qamalib ketamiz, bilasanmi shuni? Oyi, qo'ying. Unaqa vahima qilmang. Menga qara. Menga qara o'g'lim. Madinani qayerdan bo'lsa ham topib, mana shu yerga olib kelgin. Gaplash. Militsiya qilib o'tirmasin. Mayli. Yana qancha so'rasa beramiz. Buni zudlik bilan bosti qilish kerak. Agar dadang eshitsalar bormi? Umuman yuraklari ko'tarmaydi. San'ating joyidan. Axir men qanaqasiga aksiyalarimni beraman? Yo'q. Siz bermaysiz aksiya. Ha. Uni soxtalashtirasizmi, yolg'onda kam qilsangiz bo'ldi. Men o'zim olib borib beraman. U xotin menga juda ham ishonib qo'ygan. $200,000 bermoqchi. Axir sizga ham pul kerak-ku. Chet elga ketishingiz kerak. Men ham bahonada pulli bo'lib olardim.
Jasur aka, va'da beraman, bu yerlarda boshqa qoramni ham ko'rsatmayman. Tushundim. Agar uyam seni aldagan bo'lsa-chi? Yo'q, men birinchi pulni olaman, keyin hujjatlarni beraman. Kelishuvimiz esingizdami? Hali pullarni olaylik. Siz hujjatni tayyorlang. Mayli oyi. Siz o'ylamang. Madinani topib o'zi bilan gaplashaman, hammasini hal qilaman. Xo'p. Bo'laqa bolam. Assalomu alaykum oyi aka. Va alaykum assalom. Ke qizim? Tinchlikmi? Keyin tushuntirib beraman. Hozir menga shunday pul berib tura olasizlarmi taksiga? Nima bo'ldi? Sumkamni o'g'irlatib qo'ydim aka. Voy. Nima? Qayerda o'g'irlatding qizim? Hozir tushuntirib beraman oyi. Qaravor o'g'lim. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Qayerda o'g'irlatding? Ko'chada bitta taksi ushladim oyi. Mashinasi buzildi. Mendan mashinadan tushib, orqada qora tutun chiqadimi, yo'qmi qarab turing deb iltimos qildi. Sumkam bilan telefonimni olmagandim. Tushim bilan gazni bosib surib yubordi. Voy qizim, juda soddasan-da. Shartta militsiyaga telefon qilmaysanmi? Oyi, telefonim sumkada qolgandi-yu, qanaqasiga chaqiraman? Atrofimda taksiga olib hech kim yo'q edi. Lekin bu ishni kim qilganini bilaman oyi. Yo'q-e? Kim qilgan buni? Buni Timur qilgan. Timur? Qaysi Timur? Uzr. Qaysi Timur haqida gap ketyapti? Aka, siz uni taniysiz. Oyim o'rtog'ini o'g'li bo'ladi, Mavjud opani. Tushunmadim. Adashmasam, men ham bugun bir Timur degan bola bilan gaplashuvdim. Aytishicha, u bizning oilani yaxshi tanar ekan, oyi. Hayron qoldim to'g'risi. Qiladigan ishi tashqi savdo sotuv bilan shug'ullanar ekan. Qanaqadir kompaniyasi bor ekan. Menimcha o'sha Timur haqida gaplashyapmiz. Men uni ishxonasida ishlardim. Ya'ni qo'lida. Qani, bir boshdan boshlachi. Nima bo'lyapti o'zi? Sen Timurning qo'lida ishlayapsanmi shunda? Senchi? Sen Timur bilan birga ish qilmoqchimisan? Senlar biror bir ish qilishdan oldin bundoq bir men bilan maslahatlashasizlarmi yoki yo'qmi, a? Har holda onalaringman. Nargiz? Axir buni qanday tushunish mumkin? Rahbarim deyapsan. Ering qayoqqa qarayapti? Siz ko'p narsani bilmaysiz. Keling shu haqida gaplashmang, hali hammasini tushuntirib beraman. Praktikam tugasin deb o'sha yerga borgandim. U ishxonaning rahbari boshqa odam edi. Keyinchalik Timur sotib olgan ekan. Xavotir olmang, bugun men ishdan bo'shab keldim. Bo'ldi singlim, xavotir olma. Men o'zim hammasini hal qilib beraman. Menga qara o'g'lim, tag'in urush qilib bir baloni boshlab yurmagin, xo'pmi? Oyi, hozirgi zamon urush qiladiganlarni yoqtirmaydi. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen bo'lsa ular bilan o'chakishma. Nima ish qilishingdan oldin bir og'iz maslahatlashgan. So'ragan. U men ishim bo'ldi. Undan ko'ra sen uyingga bor. Kuyovam kutib qolgandir. Telefoning ham o'chiq, telefon qilgan, xavotir olib o'tirgan. Hozir senga taksi chaqirib beraman. Lekin aka, bular qilgan ishi uchun javob berish kerak. Men hammasini o'z quloqim bilan eshitdim aka. O'sha gaplarni diktofonga ham yozib olgandim telefonimga aka. Yetdimi o'ylamadim. Hammasi zo'r bo'ladi. Yaramas, o'g'irlab ketdi. O'zimdan bo'ldi-da. Ichkariga kirib nima qilardim o'chakishib? Shunda ketursam bo'lardi-ku. Sen o'zingni o'yla, tamom. Akang to'g'ri aytayapti qizim. Sen hozir o'zingni ehtiyot qilishing kerak. Bolangni o'yla. Senga ko'p siqilish mumkin emas.
2 minutda keladi. Aytgancha. Mana buni olgin-da. Kamchiligingni ishlat. Aka, buncha pul kerak emas menga. Taksiga to'lab bersangiz bo'ldi, aka. Singlim, ol degandan keyin ol. Akayman-ku. Olmasang xafa bo'laman. Ishdan ham chopilasan. Ol. Xo'p, aka, rahmat. Arzimaydi. Yana kerak bo'lsa so'ra. Kam ko'stingga ishlab turasan. Har holda akayman. Shunaqa paytda bir-birimizni tushunib yordam bersak, yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat, aka. Arzimaydi. Bo'lmasa, men bora qolay, oyi. Demak, bularning hammasi o'yin bo'lgan ekan-da. Mashinangga solingan dorilar, ering bilan bo'lgan ishlar. Mana bu to'y mojarolari. Shu o'gay qizi bilan men bilan rosa o'yin qildi-ya. Shuncha yil bu bilan dugona bo'lib bilmagan ekanman. Hammasini o'zimni quloqim bilan eshitdim. Agar o'sha telefonimni topib olsam, sizlarga ham eshittirardim. Tushunarli qizim. Hali bularning hammasini hisobi bor. Mayli, men ketdim, oyi, yaxshi o'tiringlar. Men hozir kuzatib kelay, oyi. Aha. Qani yur. Xayr.